İnsanlarni yaxshiligini ularni dunyodan o'tib ketgandan keyin bilasiz. Qancha turamiz bu yerda? Qancha turamiz hozir? 5 minut turamiz. 10 minut turamiz rasa bo'lsa. Qavmi qarindoshi ham turmaydi, aka-ukasi ham, mahalla ko'y hech kim turmaydi. Qancha turamiz? Demak, bilaylik, siz men o'lgan kunda ham hech kim turmaydi, birodarlar. Hozir bu kishini biz tashlab ketyapmizmi? Siz meni ham tashlab ketadi. Hech kim turmaydi. Fayarjiu isnan. Ikkita amali ortiga qaytib ketadi deyaptilar, ikkita narsasi. Ahluhu va maluhu. Qavmi qarindoshi aka-uka rasa yig'laganlar, falonchi foydasi yo'q. Baribir bu yerdan borib, pastga tushib uyimizga ketamiz. Maluhu deb, mol mulki, mashinasi bordir, falonchi bordir, qaytib ketadi. Va yabqa amaluhu. Qabrda birga qolib ketadigani faqatgina amali deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. İnsanlarni yaxshiligini ularni dunyodan o'tib ketgandan keyin bilasiz. Qancha turamiz bu yerda? Qancha turamiz hozir? 5 minut turamiz. 10 minut turamiz rasa bo'lsa. Qavmi qarindoshi ham turmaydi, aka-ukasi ham, mahalla ko'y hech kim turmaydi. Qancha turamiz? Demak, bilaylik, siz men o'lgan kunda ham hech kim turmaydi, birodarlar. Hozir bu kishini biz tashlab ketyapmizmi? Siz meni ham tashlab ketadi. Hech kim turmaydi. Fayarjiu isnan. Ikkita amali ortiga qaytib ketadi deyaptilar, ikkita narsasi. Ahluhu va maluhu. Qavmi qarindoshi aka-uka rasa yig'laganlar, falonchi foydasi yo'q. Baribir bu yerdan borib, pastga tushib uyimizga ketamiz. Maluhu deb, mol mulki, mashinasi bordir, falonchi bordir, qaytib ketadi. Va yabqa amaluhu. Qabrda birga qolib ketadigani faqatgina amali deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam.